Avaylap tutqırını köydünüz mü vatandaş? Gajıldap ketmesin dep qoq. Bugün çislağaş 2022 yıl 3. ayının 18. günü vatandaş. Endilikdeki mavzumundaq. En ahırkı 2 talla kart kaldı. Vladimir Putin tarihi karakterlik mağlubiyet yüzlendi. Mavzula haber 3. ayının 17. günü ben ve orbiti ilan kılındı haber mındaq başlandı. Rusya prezidenti Vladimir Putin Garp devletlerinin inkasını, Rusya'nın iktisadı, Rusya'nın harbiy iktidarı, hem de Ukrayna vaziyetini bahalaganda zor hataga yol koydu. Neticede Ukraynaga tecavüz kılıp kirish urushi mağlubiyetga yüzlendi. Belki tarihi karakterlik mağlubiyetga yüzlendi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Navbatda prezident Vladimir Putinning 2 talla o'ynaydigan karta qoldi. Uning biri oxirigacha saltansayoq bo'lib, qolg'uchi urush qilish. O'zi ham zavolga yuzlanish. U kartning ikkinchisi urushni to'xtatish. Suhbat orqali Ukrayna'nın yol qo'yishini qo'lga keltirish. Azroq yuz xotiriga erishish. Amerika Birlashma Agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rossiya bilim xazinasi Gaydar iqtisod siyosati tadqiqot o'rni nopozliq tadqiqotchisi kechiringlar. Siyoset analizchisi Logop maxsus maqol yozib mundaq ko'rsatdi. Bu qatam prezident Vladimir Putin 4 xatolik sodir qildi. Birinchi, G'arb davlatlarining inkosi asta bo'ladi deb qaradi. G'arb davlatlari ochiqko'z chuvalchoq Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishiga cho'ng inkos qaytarmaydi deb qaradi. Ikkinchi, Rossiya iqtisodining o'zini ta'minlab ketalishi va askariy qismlarning kurashchan kuchiga yetardik deb qaradi. Eng zo'r xatoligi shu bo'ldiki, Ukrainaning Rossiya qarshi tura oladigan iqtidori yo'q, faqat mag'lub bo'lgan davlat deb qaradi. Logop tadqiqotchi Logop ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putinning xatoligi tarixda oz ko'rilgan bir xatolik edi. Chunki har qanday o'zi tarqatgan yolg'on tashviqotga o'zi oldinib qoladigan ish tarixda oz uchraydigan ish edi. Ayrim siyosatdan aytganda 4 turli xatolik haqiqatan ko'p xatolik bo'ldi. Bak ko'p xatolik bo'ldi. Natijada Rossiyaning urush maydonida yengilib qolishiga elib keldi. Yengilgandimi tarixiy xarakterlik yengilishga elib keldi. Nihoyat zo'r badal to'lab Ukrainada bir qo'rchoq hokimiyat yo'lab turg'izgandimi kontrol qila oladigan harbiy kuch bo'lmagandan boshqa Ukrainaning keng doirlik partizanlik urushiga Rossiya bardoshlik bera olmaydi. G'arb davlatlari ham davomliq Rossiyani embargo qildi. Rossiya iqtisodi davomliq qansiraydi. Mutaxassislar tahlil qilib prezident Vladimir Putinning ko'p uchraydigan tafakkur xatoligi sodir qilayotganligini ko'rsatdi. New York Vaqt gazetining iqtisod maxsus yozuvchisi Peter Koy boshqaruv sohasidagi jimg'or bo'lib sarfiyoti, ya'ni son cost deydi ekan buni inglizchaga,
tefekkürü arkalık Vladimir Putin'in uğraşını davamlaştırış muddaasını düşündürdü. Şunda körüşke politiki dedi məxsus da yazgıcı Peter Koy. Allaqaçan uruş qıselinğan hərbi qismlarının hiç iş qılalmağanlığını kubul qilishni xalamaydı. Demek askeri kısım Ukrayna jang meydanına kirdi. Bu askeri kısımның qoludan hiç nima kelmaydiganligidan ibaret bu paketni Prezident Vladimir Putin kubul qilishni xalamaydı. Neticede davamlı talafet tartışını tosip kalalmaydı. Neticede davamlı garbi kural yara, garbi kısımlarını uğraşkı salıdı. Davamlı uğraşkı salıdı. Vaziyetine kaytırıp kelmekçi buludu. Netice şundak buludu ki köp talafet tartıdı. Yani bir taraftan Prezident Vladimir Putin uğraştı toxtasa qandaq oqibatga yuzlanmaydi. Kechiringlar. Yani bir tarafdan Vladimir Putin urushini to'xtatsa, oxirgi qattiq oqibatga yuzlanmaydi. Urushda g'alaba qilish g'uva tushga aylandi. Vladimir Putin üçün aytqanda məğlub bolğanlığını etiraf qilish intayin eğer bedel bir işke toxtaydı. Şunu davamlıq adaqçı uruşudur. Yani xalqara münasibetlerde tirilishke dotkeş deydigan hukm boyunca, fikir boyunca iş qiladi. Yani tirilishke dotkeş. Vladimir Putin'in dotkişi Rusya'nın iqtisadi, Rusya'nın armiyası, Rusya xalqının məğlub oluş yoki g'alaba qilishga to'laydigan bedeldir. Bu bo'lsa ham uning, yani Prezident Vladimir Putin'in siyasi hakimiyetidir. Armiya bedel to'laydi, Rusya xalqi bedel to'laydi, Rusya iqtisodi bedel to'laydi. Bu demek xush aytganda bugungi Prezident Vladimir Putin'in siyasi hakimiyetidir.